Janubiy Koreyada islom sivilizatsiyasi va uning merosiga qiziqish ortib bormoqda. Shu jarayonning muhim ifodasi sifatida Seuldagi Milliy muzey o'z tarixida ilk marta islom san'atiga bag'ishlangan ko'rgazma zalini ochdi. Bu haqda The Korea Times xabar berdi. Poytaxt Seulda joylashgan Koreya Milliy muzeyidagi islom san'ati zali mamlakatda birinchilardan bo'lib ish boshladi. Ochilish marosimi doirasida Islom san'ati go'zallik sayohati nomli ko'rgazma o'tkazildi. Tadbir Qatardagi Islom san'ati muzeyi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Ushbu loyiha Seul va Dohadagi madaniy muassasalar o'rtasidagi hamkorlik mevasidir. Tadbirdan maqsad islom san'atining go'zalliklarini keng jamoatchilikka taqdim etish hamda asrlar davomida shakllangan san'at turlarining rivojini namoyish etishdir. Ochilish ko'rgazmasida islom dunyosining turli mintaqalaridan Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodan tanlab olingan san'at asarlari namoyish etildi. Islom san'ati zalining ochilishi Janubiy Koreya va islom olamida madaniy munosabatlarni mustahkamlash yo'lida muhim qadam bo'ldi. Bu tashabbus koreyalik tomoshabinlarga islom merosi bilan yaqindan tanishish imkonini beradi hamda sivilizatsiyalar o'rtasidagi madaniy muloqotni kengaytiradi.